Dadam apam mihriban, behmu yaxshi mijazi, behmu yaxshi mijazi. Biz baxtiyor oila. Bolalarning opsi qaymoq chayga bak usta, hammadan bak o'xshaydi. Albatta o'xshaydi. Bolalarning radisi go'yachilar bag'vatdek hammamizga yaraydi. Albatta yaraydi. Biz shodiman oila. Hey, hoş kapsiz ballarınıza. Umma kızım Şadiye, kapsiz oğlum İlgarcan. Soğuşupla yürüydü, yetişalmay her günü, yetişalmay her günü. Arslan bu kılışmaz, iştirip da yürüydü. Aman akıl tapıdı, çoğ buludu bir günü, çoğ buludu bir günü. Aman akıl tapıdı, çoğ buludu bir günü, çoğ buludu bir günü. Biz bahtiyar aile. Siz mi yaptınız? Ne oldu? İşte er kişi koklap gitti. Kimde? Mini. Mi? Senin erlek oğlamdık ya. Oş. Çakışkınızı koyun ha. Saat neymiş oldu dikin ha? Toktap durma. Uçup dur avaz. Oy tünögün uçuk ders ötken. Derste men altın tipasım göz qırın sanmaslik dep sözlegentimden ha. Tuyuqsiz bir bala, voy malim, çoğla altın bilezik tippas qandaq qilamiz deb so'rab qoldi. O'ylanmaylar, saqchiga ma'lum qilish kerak debdim ha. To'g'ri debsan ku. Voy u balaning dadasi bir altın bilezik tepaptiki. Ko'z qirini sap qo'yibdimi? Yo'q. Bu bala uyga berib dada saqchiga topshirib berayli desa, dadasi cho'q bal degan ufshaq odamdan shag'arlashmaydigan. Voyda. Uşaq val degan cho'ng odamning shag'arlashmaydigan. Ha, kichik val degan cho'nglarning shag'arlashmaydigan debdi. So'ng bu bal dadasiga demayli berib saqchidan ishkini boshlab kelibdi. Bu saqchilar dadasini saqchixonaga olib bir mo'ch ovarqa o'xshaydi. Sharona. Ha, keyin bo'lgandan. Shuning bilan bu xalqning butun jatta jamiyat urug' avlodlarimiz maktabga kelib, balani ota-onasining gapini anglamaydigan, dadasini saqchiga tutib beradigan qilib tarbiyalagan muallimni bizni ko'rsatib qo'yinglar, o'zimiz so'zlashimiz deb mudirning ishxonasiga kiryapti. U onda seni ko'rsatib qo'ydimi? Voy yo'q, maktab mudiri shoma jidal besiqchisiz 2-3 kun uyingizda aram yeb turing deganda, ma'qul deb shuni darvoza oldiga chiqib sizga bir telefon qilib deb telefonni qo'llam qo'yasam,
İşker kişi onda yetip bitir qıtman qarab durmamda. To'xta deb asta ishtikmansam tang ergishmadı da. Qolsam tang qo'g'layotmamda. Voy darhol o'latilishim qarmay qechib keldim. Qani o'shkisi? Voy ja o'tirma. Yo'q, toza bir edifini berib qo'yay degan. Voy siz palvon emas. Palvonlarni faqat qalamingiz orqali yoza olasiz. Şu siz eng yaxshisi qalamingiz orqali qatan qilib o'ting toza. Shunday qilish kerak. Bu muhimishkan xotin. Herhalde uşarlığımızı ösüzümüz gerek. Bulapma ballarımızı dep koymuşsak bombadık. Voy, mush nima? Ey, ahmak xotin, ballarımızı gen etigine keçti mektep korudu. Ha? Berip kileşler yanında ele iş karniyet. Navadı ballarımızı hıkkıdı boş. Qanda qilamiz? Voy, jan bo'ldi, o'nchilar ansizlik. Ballığı dep qo'ydi. Voy, yo'q. Ular qo'rqib ketadi. Hech bo'lmaganda sening balang bilan mening balamni demasakmi, ikkimizning balasi olsin deb qo'yaylik. Balla! Qo'rqib ketmamdi, deymi bo'ldi. Ay, balla! Duda? Ne bo'ldi? Balla! Tabaq chiqmadi. Ha, shunday qilinglar. Ne bo'ldi ofkamga yetkilaga? Shundan acha. Acha, Oo. oppam bugün pek ciddileşkettim ben. Dadammış o. Şu bir iş oldu çok ama. Mençiço, apam bilen dadamga cho'qqin bir ish bo'ldi. Belki. Menda kuyunchiq falan bayadi. Nimadan qo'rqdi? Ay! Bir yumuşak olup kaldı mı? Hey. Voy, jan, o asarlaringizdagi o'ylashga odamlar kallas joyida emas vaqtda. Kim eser o'ylashibdi? Yeliq ishki ag'yorlarimizning taqi turkini o'ylashmadim men. Ag'yor? Ha, Nim gap u? dushman degan gap. Shuni bilmaydi o'qitqish turib. Baqmasam bir ag'yor degan. Senin ha? Nim bo'ldi? Ha? Nim bo'ldi? Noç olsan kilişem ya, ekşi olsan bir çıkışam benim yanımga. Ha? Ha? Aleykümselam. Ba. Ben berey. Kim ekan? Dostun ki. Qaraganda yanlı balliq deb qo'yganimiz sukta qiluvchimi? Bexatarlik moyim. Mayli. Yoldaşlar. Baya yoldaş apanla işinin jarayonini to'liq sharhlab so'zlab o'tdi. Shuningdan ko'rilishi bo'ladiki, buningdan keyin sizlar maktabga berib kelguncha bexatarlikka qattiq diqqat qilinglar. Hammanglar hushyorlikni cho'qim o'stirmsanglar bo'lmaydi. Ha? Hushyorlikni o'stirmsanglar bo'lmaydi. Ishqiz so'zimsiz. Tövende yoldaş apanıldı. Sözü teklif kılaylı. Apanızın sözü teklif koyalım. Toluk hatırlatmıyorum. Ha?
Mektepten qaytqanda yat adamlar bilan paranglashmaslik. Yat adamlar bergan narsani hargiz yemaslik. To'g'ri. Maktabdan qaytganda har qanday bana sabab bilan torxonlarga kirishga bo'lmaydi. Torxonlarga, o'yinchiqonlarga kirishga bo'lmaydi. Dukkan qatirib yurishga bo'lmaydi. Bo'libmi muz tayilib o'ynashga texmi bo'lmaydi. Müştelik oynasak kim bo'ldi? Odamning bir yursin kitidi. Kiyimim mehnat bo'lib ketdi. Bo'libmi axlat yemeklikni qat'iy yemaslik kerak. Uqdinglarmi? Ha? Axlatçı belçisi kim bo'ldi? Odamning aqli bulg'unib ketadi. Sizlar axlat yeydigan qaga yoki chashqon emas. Axlat qanday tiyib yuramiz? Haras. Mektepten qaytqanda eylik ikki odamdan alohida ehtiyot qilinglar. Ularning niyati bek yomon, qo'lidan har balo keladi. Ha? Uqdinglarmi? Ular bizni odam bediklarga sitayotmasa, Onama bir narsaga olmaydi. Ha. Yig'inimiz bugun nihoyat muvaffaqiyatli kechildi. Unda bo'lsa, yig'in tamom. Tarqalsanglar bo'ladi. Yetkazamiz yo'q. Geldi bu oldu ha? Kaka. ha? Uyumadım biz kıradım bunu mu? Biz o'g'ri tutmaganki bizga qaramay kim qaraydi? Mana bu işte. Kaka. Ama bizim kıradım bu. İşte o'xshaydi bu. Oy, rostki ma. Ma buna. Kendimizi çıkarıp kolum geldi. Kendimizi çıkarıp kolum geldi da. Nimde aytganim Allah? Kendimizi çıkarıp kolum geldi. Chiqadi? Ha. O ne buluştum? Çıkarıp bizi öyle sonra oldu. O havaltırıp başkasına korkup ketkinler. Hey! Ben işgalde bir kepek görüp bakalım ha. Koysa! Özlem açay. Şunun da mı korkamdı ki? Korkma bulam, korkma men bak. Dadan ketdi. Kim? Ha? Ha? Aleykümselam. Hadi kırak. Rahmet. Assalomu alaykum. Voy, qanday erkaklar, qanday yaxshimi? Qanday yaxshimisiz? Qanday qiz, yaxshimi? Rahmat. Çay demle Xo'shamsa. Amin. Amin. Allohu akbar. Qanday bilan to'dinglar? Sizni izlab borsam studiyaga. Uydimikin dedi. Shu uyga kelishim. Ha, şimdi ayalımı aramaylayotgan onun simen öyle şu. O'g'lingizning mijozi yo'qmi? Yo'q. Unda sizning mijozingiz yo'qmi? Yo'q, birasi meni mijoz yo'qkin deganmi? Unda o'smish. Ha. Öyle şu ancha-muncha bir narsa. Endi tushundim. Mush hikoyangiz nimanda ta'sirlikkin desam, Qayerlar? rahmat. Asli mush er ayol ishkani uyda o'tirib yozgansizda, ha? Hiliqi tolchuqni ot etib degan cho'chakni mush ballig'i ta'tilda bil yozganman. Qanday? Bilam deganman, men boshqalar meni vaqo molotopqa tashaqon deydi. Ha. Ama siz beni tanımayısınız. Ben sizde var o bücür tanı yutama. Neymiş kadimem siz? Muşu siz yazgan romanlarını var o. Ben alamet okuyma. Keç gündüz okuyma. Tokşurak üçep gitse Şam yandırıp okuyma. Şam üçep gitse çakmak yandırıp okuyma. Alamet okuyma. Ama yezip koysanız cemarsiniz. Her az sizden muşu şiirinizde yazgan özgertken filmler var o. İşleyen.
aşılığını alamet görüyordum ben. Ha. Yani yakında biraz ezip size. Hele 3 milyon o bultaz, turdu turuşkan savutaz dep he. Ama gezip koyapsız cuma. Ya Allah, ya Allah. Sizge pek hepsin mi? Ekran kolunuzda, ekran ha. Aşı işler peşinizde ötken mi? Ya bu... Dadam Nurgu eserinde baylarını tilemçiyle eğlendirip koydu. Nime? Milyonların tilemçiga? Pah. Sırıkçı ekensiz, sırıkçı. Ekran kolunuzda. Bir telefon var sizge. Boğazına ko, muş hazır 3'ten tut pulta beyip ketken. Elke milyonlarlı var. Aka vurçu. Aşırını bir yezip bir hemini divanı kılıp da. Ben bir hoşum güteyim. Dadam yakında bir balığa çöşkü uzatıdı. Siz ne maymun kaylandırıp koymuşsun ya. Hadi o yalanlık. Oy bu nereden bilip aldı? Boğasa. Aşırıda bırakıp koymaz ben hoşum güteyim. Muş kara. Muş maymun kaminin. Allah'ımı tevsin bakıram. Muş televizor çıkıp kalsa şunda suyunup gidimen ha. Televizorga uyak tosun. Hatta maymun degen bir xatli körsem üzerine tutanmayı kalamen deymen. Heras. Maymun onun üstüge bu şaktan şak konup şunda erkin oynaydı o ha. Muş bolsa siz taza bir yezip muş meni bir şaktan şak konduğan kılıp etmemsiz. Onun üstüge bu nahayeti akıllık umar hayvan. Aşı yaylak sürgürdüğün bolsa, o yaylak demez. Nime de, ormanlıkta. Sürgürdüğün bolsa, hiç mi itenmeydi o. Çünkü o tört tutu vardı ha, şurada mı? Ha. Hatta kızlar mı itenmeydi o. Kızlarga uyak tutursun, ben size desem. Yolbaz, şır, hele nime? Ha, sırttan, küçük sırttan, buruk küçük. Andın yelpiz, o mu item? Oy, to'xtan. Ben sizden birden soray. Hele yelpiz, nereye çıkalaydı ha? Ha, çıkalım. İşte tak. Allah, bu kim demdi? Vay, assalomu alaykum. Ha. Çoğun işte kılavaslanın bildi. Ha? Ey, meni hazır yılpız kovlandı deyme. Nime? Allah kanda kılay. Ha. O digine diyeyim mühim yapı var. Nime? Yeri şu bağımlı gibi mi? Başka gibi yok mu? Ha. Kim o? Somka. Ha? Somka gel lan. Bak somka. Somka katı gel. Ben çıkırayım. Aygırsam, ben çıkırayım. Avar falan Yakın, avar bamayım ben. Siz şu kısmaktınız, ben için şeref. Ben çıkırayım. Rahmet size avar kılım ha. To'xtanglar. Bak kızı birlikte. Mabedaki Qasım Alikam'ın devresinde bir şey bak gitti. Bak barasız ha. Ma'qul. Şöyle görüşemiz. Allah'ım. Ma'qul. Öyle gülüp aldım kettim. Ma'qul, kettim. Xo'sh. Ma'qul. Ma'qul, xo'sh. Bu oldin katına bakkan bu. Hey, tasavvur. Putunuz muzlusa, paçak sıyıqırıp talsa, ot yığı bu... İlk şıkkı adam opam bilen dadamni urup aylandırıp da bizni öp kaçar mı? Belki ucuma ufkam. Bizi neyle kapırıp da? Doğru. Ben de bunu urup sayarmı? Şıklarımızı sepiyden Bizni uğumusla bulduk o. Doğru. Ve bulduk lan, nemilen oylap kettin lan? Ve undak bulmaydı. Belkilamcık oylap kettin lan sen. Şunlaşkıça dersten düşüp lan. O dostum bu dostum da kendin kit kalmay. Ma öygüttül ki lan lan. Yani böyle bir mon kişiler yüzüp ketti. Yani böyle etkilen bir ensir etmeli. Cuma bafkan ha. Sen yapamaysan o. Sen çoğun olan iken bafkan ölgü ol. Bak dersten çıkıyor bir kit kalmay. Udul öyük geldim ha. Sen yapamaysan o.
yeyishni boshlayaptinglar. Deyman. Hay. Hay. Kızım. Nima yemay o'tirsiz? Kelimden hiç nasıl ötmedi. Fakat iştahım yok. Voy voy, bo'ldi. Tomoqni yeb. Sadece. Mana. Voy, mana. Ben hoşnumuz. Patamxon. Havalığız. Voy, yaxshi. Teshikmi undan turib. Voy, qandaq? Muzaffarlarimiz yaxshi-da? Jo'ra, yaxshi. Voy, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Voy, mush o'pki qo'ygandim. Sizlarni egizdak shunda bekirdim. Qanday elanlar? Avvar o'g'ansiz. Voy, annem avarchilik bo'ldi. Kelanlar. Mau mahallimizga sizlar ko'chib kelgil uzoq bo'lmadi. Mush mahallimizda potam o'pkichi edi, tunimaydig'ini yo'q meni. Qanday elanlar. Rahmat. Ha, elanlar. Bay Ilg'arjondan opam ko'rinmaydi-ku deb so'rsam, opam nimashda ishga askadam izlab yuradi. Shu uydan taloq chiqamaydi deydi. Kichik val degan. Yurmaman, men amin bilib bo'ldim. Nima bilib bo'ldingiz? Men o'ldim-da endi. Muzaffarning kitoblari setilmay qilib, bu soniya maktab qayz bo'g'ilib qilib, mo'kinib shunga o'xshaydi deb o'ylab yursam, bugun dal ishga g'alit odam seni o'yingan mendan so'rdi. Lekin men ular tepamidim. Shuning bilan men bu ishning rostligini jazmlashtirdim. Yo'q, bu unda ish emas. Ishtimamaydi. Men chu qaram mush qo'lim qo'shini tunish bilishni hammasiga mushunda ishki g'alit odam mush Muzaffarlarning uyini so'rab qolsa, qat'iy tepamanglar deb qo'ydim. Hech qanday chatoq chiqmaydi. Bu unda emas. Men dedim-ku, hech qanday ish bo'lmaydi. Ansirmanglar. Qo'lim qo'shinda chiqdi. Mana biz. Meni bilasiz-ku, hattoki ishik boqog'im deb qo'ydim juma. Hatto ishga 20 bo'lib kelsimchi, sizlarga hech nima bo'lmaydi, qo'rqmaysiz. Ya, o shunda qarang, bu unda qavatga qo'shsam, deb qo'yman deb unutib qolibman. Men chiqib kiraman. Ya, bo'ldi. Ya. Ay, bu ishlar nima bo'lib ketyapti-ku? Voy, birdan qo'yib turing, ha? Ne bo'ldi? Ma ishlar bak qaloyimqon bo'lib ketibdi. Ma ish butun maliga fur ketibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dadam baba. Baba bakar. Da. Mana. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi. Men manalni qo'g'dash xodimidan. Ha. Voy. Ana sizni ishqadam izlab keldik-a? Ishqada? Ha. Ey, kiranglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Nasılsın? Nafkalar yaxshi. Qani, kiringlar. Saniye malum yo'qmi? Ha, mushuma, eri. Saniye malum zeydan shibatda. Voy, kiring, anodagi paralashib kiringlar. O'zini izlaydik. Silliqi ayolimning kayni kirib olgan. Ha, biz shu. Shu biz. Nima bo'ldi? Yo'q, biz saniye malum. Nima bo'lsa, mendan mana men eri, men gap qilinglar. Xushmas bo'ldi. Mush shumi? Saniye malum, biz sizga rahmat aytib sizdan bu so'rg'il keldik. Hechqisi yo'q. Men asli bir oltin bilezik tepagan, Xudoyim ber deb xo'shal yursam, bir kuni maliga saqchilar kelib saqchi mashinasiga bisib ketdi. Lekin men bu oltin bilezik tepani yenimda hech kim yo'qdi. Men bilezik tepalni deb saqchilar shunda tushundirsam, tushundirib bo'lamadim. Asli akam bilezikni teppagan chaqda endi hech kim yo'q-ku. Shundan bu bilezikning egisi saqchilar bu bilezikni o'g'irlab oldi deb deylar ma'lum qilibdi-ku. Shundan akam saqchidan yomon ta'sir chiqib, o'g'il nijotda so'sa, bu ishni men ma'lum qilgan. Muallimimizga shunda o'rgatgan debdi. Shundan akamning ochiq shunda kelib, maktab berib sizlar ko'rishib, sizni izlab tepib, sizda hisob olmoqchi bo'libdi.
keyin o'ylab boqsaq, siz bolalarga to'g'ri tarbiya qilib ekansiz. Shunga biz akam bilan kelib sizdan kechirim so'rag'an kelgandik. Kechirim. Siz vaqtli sinf asli bo'lgan chog'da o'g'limga uy ketmay muzokara qilib beribdikansiz. Sizga rahmat. Hech qisi yo'q, u degan bizning qilish tegishli ishimiz. Mandamidi? Qani uy kiranglar, uy kiranglar. Qani. Azroq ishimdan temay chiqashtiray. Uzatmadim. Kiranglar. Uy kiranglar. Saniya. Aqlingizdan qo'g'lab yurgan mushuk so'qishmanda. Hayır. Yüzüңle daptek bakan ey. Qazın qaytıramız vaqt bersanglar bo'ldi-ku, ha? Elishinglar nimidi? Yevromi? Xalq pulimi? Dollarmi ya? Yigitlar. 2-4 tal pulni deb, mush uyga mushlarni izlab keldinglar-da. Yo'q, Nomus qilsanglar olmamda, ey. Ansirmang sen ya. Mencha mush butun qulim qo'shinlarga deb, sizlar 3-chi safarlarlikka turib pul yig'yapti. Andincha mush qizimga deb, öndüdar kompyuter deganlarga e'lon qilyapti. Hozircha pulni oldima kvartiga kirib bo'ldi deyman. Ha? Maktab müdürünüm. Fakat olmasa senin balangı ya ki benim balangı demesek mi? Bizden balık olsun. Ya, hiç tabi gap qilmagan. Qo'qa. Bo'lsa, aşı yezib. Mush bir maymun qilibding. Bir maymun bo'lib ketay. Maymun bo'lsa shunga. Qamasa, da güzel kichik ko'rinsa. Bo'ldi, o kitoblaringizni kiyizing, ha? Bundan ko'ngli aram yo'q vaqtda. Hey, ben nerede kitap izledim? Balaga desek da qo'rqib ketarmi? Qo'rqmaydi, qaraq qiptimam da. Hey, mushilmishadim. Maktabdan yolg'on chog'da, ha? Har qanday bana sabab bilan to'rxonlarga qichqib bo'lmaydi. To'rxonlarga. Ha? Maktabdan yolg'onda. Cho'qim maktabga yaraymiz.